Turmush o'rtog'imning vafotidan keyin yangi uyga ko'chib keldim. Hammasi yaxshilanayotgan edi. Lekin bir narsadan juda ham qo'rqardim. Uyda yursam, orqamdan kimdir yurgandek tuyulardi. Va uydan har xil ovozlar, tovushlar eshitilardi. Dugonamni qo'rqqanimdan chaqirdim va dugonamni kutib olish uchun oynada qarab turdim va shunda menga qo'ng'iroq bo'ldi. Qo'ng'iroqning raqamlari yo'q ekan. Bunga e'tibor bermadim. Telefonni ko'targanimda etim jimirlab ketdi. O'sha tanish ovoz, vafot etgan turmush o'rtog'imning ovozi. Bu ovoz menga "Seni har doim yoningda bo'laman" deb so'z berganman dedi. Eshik taqillab qoldi va trubkani qo'rqib qo'yib qo'ydim. Eshikni ochsam dugonam kelibdi. U